Assalomu alaykum. Toshkentda stomatologiya ochish necha pulga tushadi? Hozir Shifokor N klinikasi asoschisi Azula Ne'matoyevdan so'raymiz. Toshkentda stomatologiya ochish birinchi o'rinda joyda olish kerak. Joy endi qanaqa joyligiga qarab, bizning joyimiz Yunusobodda joylashgan. Nisbatan arzonroq olganmiz deb o'ylayman. Endi hamma qanaqa kvadratiga bog'liq, joylashgan joyiga bog'liq. Bizning klinikamizni boshqa kvadrati katta bo'lgani uchun 250 mingga tushgan bu joyimiz. Undan keyingi xarajatimiz remontiga ketadi. Remontini aniq hisoblamaganmiz, lekin o'sha payt bu 2024-yil bitirib remontini ochganmiz. O'sha paytda men taxminiy hisobim bo'yicha 40 ming bilan 50 ming dollarning o'rtasida bo'lsa kerak ketgan remonti. Sababi dizaynerga qildirganmiz, hamma narsani eng yaxshi sifatlarini ishlatishga harakat qilganmiz. Remontiga ketgan xarajatdan tashqari yana xarajatlar bo'ladi. Bunda оборудованиялар bo'ladi, kreslolar, avtoklav, suxojarka. Jami 5 ta kreslo olganmiz. Aniqroq 4 ta kreslo olganmiz. Bittasi eski klinikamizdan olib kelib qo'yganmiz. U ham xuddi shunaqa kreslo edi, yaxshi ishlaydi turgan. Misol uchun mana bu kreslamizni sotib olganmiz. O'sha vaqtida 5300 yoki 5400 dollarga tushgan edi bizga. Оборудованиyaga xarajat bo'ladi, litsenziyaga xarajati bo'ladi. Undan keyin расход materiallarga ketadi. Mana расход materiallar Piston bozoridan Farhoddan olganmiz. Rasxodniy materiallarga har bitta xonaga taxminan 3000 dollardan ketgan.